Salom do'stlar, bu men. Hozir Saudiya Arabistoni Jidda shahrida Qizil dengizni tomosha qilib, menga ishonib kelgan amerikalik mehmonlarni qayerlarga borsam ekan deb o'ylanib yuribman. Qanaqa mehmonlar deysizmi? Buni video davomida bilib olasiz. Hozir esa ro'parasi 24 soat oldingi holatimga, ya'ni Istanbulda 0 gradus qorli sovuqda yurgan vaqtimga qaytamiz. Istanbulga bo'lgan qisqa safarimni tugatib, Sabiha Gökçen aeroportida o'z reysimni kutib o'tiribman. Hozir men bu yerda bitta yozadigan narsalarim bor edi, shuni yozib o'tiribman. Reysim 1 soatdan keyin uchadi. Qiziq, tagimda odamlarni tekshiruvdan o'tkazib turib, tepaga qarab o'tirsam, bu narsani ko'rib qoldim. Istanbuldan Madinaga uchdim-da, mehmonlarni kuttirib qo'ymay deb aeroportdan chiqishim bilan to'g'ri Jiddaga qarab yo'lga chiqdim. السيد أحمد الكاف حكم مباراة عماني غني عن التعريف Jiddada Airbnb orqali bir kunga olgan kvartiramizni sizlarga qisqacha tanishtirib o'taman. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Bu kvartira o'z narxiga arziydimi yoki yo'q? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Narxini esa oxirida aytaman. Bu kvartira jami 7 kishiga mo'ljallangan. Ichida 3 ta 2 kishilik yotoqxona va bitta 1 kishilik qo'shimcha xona bor. Bundan tashqari 4 ta hammom, bitta oshxona, bitta ovqatlanish xonasi, alohida gaplashib o'tirish uchun xona va televizor ko'radigan xonasi ham mavjud. Mana bu yerda chilling qilib o'tiradigan zonasi bor. Ovqatlanib o'tiradigan xonasi bor. Netflix bilan mazza qilib kinoteatrda o'tirganda kino ko'rsa bo'ladi. Hamma qulaygina, shinamgina o'rindiqlar bor. Xullas, xonalar juda ham ko'p. Meni eng hayron qoldirgan tomoni, har bir xonada bittadan konditsioner bor. Uyda jami 8 ta konditsioner o'rnatilgan. Bu esa Jidda shahri yozda qanchalik jazirama issiq bo'lishidan darak beradi. Yana bir qulay tomoni, kelgan mehmon eshik parolini o'zi terib, bemalol uyga kirib keta oladi. Xo'sh, endi eng qiziq joyi. Bu kvartirani biz bir kunda $70 oldik. Nima deb o'ylaysizlar? Shuncha katta kvartira bu narxga arziydimi? Biz hozir ikkinchi to'shkaga keldik, dengizga. Mana bu mashinada bitta baland binolar ekan. Bu yerda hol ko'rsam ham o'sha dunyodagi, agarda mana shu bino bitsa, dunyodagi eng uzun baland bino bo'ladi. Burj Xalifadan ham o'tib ketadi. Nima haqida kelyapti? Baliq haqida kelyapti. Bu yerda charger bor. Kamera. Bu yerda baland binolar. Park bor ekan. Dunyoda boya aytgan dunyodagi eng baland bino qurilyapti. Mana bu qurilib bo'lgan. Adashmasam bu Kasnitsa va tepadagi mana bu narsasi vertolyot qo'nadigan joyi. Och rangda bo'lib turganlari tagida faqat tosh bor. Qora. Naryoqda sariq bo'lib turganlari ham ashpakatsiya ekan. Sizga Jiddani eng yoqgan bir tarafi yoqmagan jihati. Arabiston, Saudiya Arabiston deganda faqat menga
Bunaqa odamlar bor-ku, noto'g'ri aqidasi parast shunaqa tushunadi. Odamlar hammasi o'zga o'xshab mehmondo'st. Men ko'rganlarni ko'rmadim. Qo'lida yeyincha yordam restorandagi odamlar yordam berib, ko'mirlar berib, birovlarga kerak bo'lsa. Bor turistik joylarni sal qimmatroq, lekin bozorga kirganda bizda bunday boshqa millatlarimiz ko'rib o'tib narxlar. Ovqatlari mazali yoqdi. Hamma tomon mazali. Hozircha chidda zo'rayapmiz. Hozircha juda yoqdi. Ko'ramiz boshqa joylarni. Shunaqa gaplar. Buradagi qulayliklardan biri har bitta deyarli har bitta stol tagiga mana shunaqangi rozetka qo'yib chiqqan. Dekoratsiyani qaranglar. Kolonkani tosh shakliga yoki toshni ichiga qo'yib chiroyli. Hozir biz mana bu masjidga kelgandik. Bitta ajoyib narsani ko'rib qoldim. So'ygan ko'rib. Mazza, men bu qishni qoq chillasida shunaqangi issiq joylarda yurish yoki muborakga o'xshab makbubchani ochib olib, quyoshda toblanib ishlab o'tirish. Suvda tiniq ekan. Baliq qanaqa ishladi? Ha do'stlar, Jidda o'ziga xos ajoyib shahar. Saudiyaga kelgan har bir kishiga albatta Qizil dengizga sayohat qilib ketishini maslahat beraman. Shunday qilib, Jiddaga bo'lgan qisqa safarimizni yakunlab, Madina Munawvaraga qarab yo'l oldik. Keyingi vloglarda Madina va Makka shaharlarida nimalar qilganimiz va qayerlarga borganimizni ko'rishingiz mumkin.